Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir Koreya hududida Shingon o'qlarini, daraxtlarni uddalash va yangi chiqqan shoxlarni kesish ishlarini olib boryapmiz. Yana bir asosiy kerakli ma'lumotlardan biri shuki, daraxtdan qutilayotganda, yangi shoxlarni kesayotganda bir narsani yaxshilab bilib olish kerak. Agar nok beradigan kurtaklari juda ham ko'p bo'lsa, biz buni o'stirishimiz kerak bo'ladi shoxni. Buning uchun biz o'stirishimiz uchun bir shoxni, shu yotqizgan shoximizni eng uchidagi qismini kesib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agarda kurtaklari kam bo'lsa, kurtakni ko'paytirish maqsad bo'lsa, shunaki shoxini uchini kesish kerak bo'lmaydi. Shu shox deylik bizga keyingi yilga biz buni yotqizib meva olishimiz kerak bo'ladi. Biz buni ko'rib turganlaringlar, bunda kurtaklari hali rivojlanmagan. Shuning uchun biz buni uchki qismini kesmasdan shunday qoldiramiz. Yotqizgan shoxlarimizda esa kurtaklari bor. Bizga kurtak kerak emas. Shuning uchun biz uchlarini shu holatda kesib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu daraxtlar nok daraxti bo'lib, Osiyo noklari deyiladi o'zbekchada yoki Shingon oqlari ham deb ataladi. Ko'pincha hosil beradi. Biz bu daraxt ko'kloqlarni ko'chirib chiqqanmiz. Ko'chirib chiqishimiz sababi har xil bakteriyalardan himoya qiladi. Undan keyin biz O'zbekistonga o'xshab ohak bilan ishlov bermaymiz, aksincha soda bilan, ya'ni pishvoy soda bilan biz buni ohak o'rnida pishvoy soda sepamiz daraxtga oralariga. Shu oralarida har xil hasharotlar yashirib olgan bo'ladi. Shularni o'ldirish maqsadida hamma daraxtlarni o'rog'ini chiqamiz. Martda oxirlarida, mart o'rtalarida shu ishqorlar bilan ishlaymiz. Shunaqa gaplar.